Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yangi ish boshladik, xudo xolasa paltarashga. Hop. Paltarashga pol qo'yapmiz. Uyga bunaqa pilta tashalmagani uchun o'rtaga bunaqa to'sin tashalgan. To'sinni 2 qator tashadik. Bittasiga pol qoqilsa, bittasiga patolog. Maqsad shu tepada yurganda vibratsiya bo'ladi, o'zi xohlamaymiz. Shunda pastga to'sin patologga vibratsiyasini silkinish o'tkazmaslik uchun alohida tashalgan, patologga alohida, polga alohida. Hozir polni qoqqandan keyin tagidan steklavata qoqamiz, xudo xolasa. Steklavata tashlab turib keyin patolog qilamiz, xudo xolasa. Devorlari sirtqi tashqi aylana devori gipsoblok. Ichkarilar shlagablokdan to'silgan peregorodkalar. Polni qoqib oldik tepasiga mana. Pollar qoqildi endi. Hop, steklavata patologdan oldin mana steklavatani tortyapmiz. Hop, tagidan tortib oldik. Tepadan sop chiqqan endi. Hozir bunaqa to'sinlarimiz orasiga bir-biriga yaqinlik uchun kesib befoyda bo'ladi, shuning uchun. Hop, mana tagidan tarang qilib tortib olyapmiz, mana qilib. Xo'sh. Mana bu yerda qoqib ketyapmiz. Bu ancha-muncha sovuq to'sadi endi. Ovoz to'sishi bilmadim. Shuma izolyatsiyasi qiyin, lekin sovuqni o'tkazmasa kerak, menimcha issiq sovuqni. Bunaqasi yaltirog'i borligi uchun. Mana rekalarni ham qotirib oldik. Qirg'og'i shundayga orasi 45 sm qo'ydik. O'sha qirg'og'i uni karishniy bo'ladi, o'rtasi oq. MDFdan. Bunaqa burchaklarni ham hammasini tayyorlab oldik. Juda qiyin bo'ldi bu falga qatirib olgandan keyin ustidan rekani qatirish. Chunki bu to'silib qolib, xullas jinday murakkab bo'ldi qatirish. Endi qo'limiz ushladi. Keyin bo'ldi mana. Rekasi tayyor bo'ldi. Bularning orasi 42 sm-ga to'g'ri keldi. 42,5 atrof. Chekkasi pun aylanasiga 45 sm qilib tayyorlab oldik, xudo xolasa. Endi hozir bitta lampochkani kablini yurgizib olsak. Hop, MDFni qatirib tashlaymiz, xudo xolasa. Tayyor. MDFlar qatirishni boshladik. Oqlarini qatirdik, o'rtasidagi oqini. Hop, qatirishda xullas har bitta rekaga kley surtib oldik, kley. Yordamchida miqqa yordam beradi. Mana kleydan surkab. O'rtadagi oqlarni qatirib oldik, mana bu xonani ham. Endi aylanasiga shunday karishnisini qatirib chiqsak. Bo'ldi. Asosan keyin gullar qoladi. Karishnilarni kesib tayyorlab olganmiz. Xo'p.
Hop, mana fotorelar bitdi. Xudo xolasa. Bu yerda endi zina bor. Zinani atrofini to'sib tashladik. Chekkalari endi shu vaqtdan keyin gullari qoqiladi. Asosan shu chekkadagi gul qo'ygan joyi bitta mana. Mana bu xona. Chekkalar qoldi. Xudo xolasa endi bu yog'i sekin ish jarayonida bo'lib ketaveradi. Shu olgandan keyin gullari yopitilsa, bitta xudo xolasa.